أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد. 179. آيات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله تعالى hak bilen napakni ayırmağan kadar müminlerin ondan taşlap koymaydı. ليذر المؤمنين degandiki lam min ixtilat المؤمنين الخلص والمنافقين لتأكيد النفي على ما أنتم عليه. سلا بوغان حالته qaysi holat desa men ixtilotil mu'minina al-xullas wal munafiqin. Sab mu'minlar bilan munofiqlar aralashgan mush holatda unda mu'minlarni unda tashlab qo'ymaydi. Qanday qildi Alloh taolo? Uni tavlab ayirdi. Endi lam ziyadaral mu'minin degandiki lam li ta'kidin nafi. Ma degandiki nafini ta'kid etadi. Hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Paklar nafaqni ayirmoqcha qo'yib bermaydi. Hatta ya'zilal munafiqa anil muxlisi. Munafiqni ixlosman mu'mindan ayirg'icha ko'pamaydi. Yumayyiza Hamzatun Ali. Hamza va Ali Kasai yumayyiza deb qira'at. Hatta yumayyizal khabitha min at-tayyib. Yuqori qira'atda hatta yamiza. Yani min maza yamizu. Ma mayyiza yumayyizdan keldi. Ikkisi ma'nosi o'xshash. Wal xitobu fi antum lil musaddiqina min ahli al-ikhlas wan nifaq. ما أنتم عليه دينك أنتم سلر دينك مش خطاب للمصدقين من أهل الإخلاص والنفاق. biz shendoq iymon etdik tasdiqladik degan ixlosmanlar bor, uning ichida munofiqlar bor. Shular hammasi munofiqmi? Irzaki holatda men shendan iymon etdim deydi-ku. Mushular hammaga xitob qiladi. Yani sizlar, yani mu'minlar va munofiqlar sizlarni undan tashlab qo'ymaydi. Har ikki tarafni pok nopok ayiradi demak. كأنه قيل ما كان الله ليذر المخلصين منكم يعني مخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه وإخباره بأحوالكم. هذا مؤمن لا sizlar bilan munofiqlar bor. Bunda sizlar aralashgan holatda Alloh taolo bunda tashlab qo'ymaydi. Cho'qim payg'ambarga vahiy qilish orqali sizlarni orangdagi munofiqlikni pash qilib, sab mu'minlarni ayirib xabar beradi demoqchi. Va ma kana Allohu liyutli'akum 'alal g'ayb. Alloh taolo sizlarga g'aybni bildirmaydi. Va ma kana Allohu liyu'tiya ahadan minkum 'ilmal ghuyubi فلا تتوهموا عند إخبار الرسول بنفاق الرجل وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب اطلاع الله ويخبره عن كفرها وإيمانها. الله تعالى سلاجا غيبنا بالدميته شو پیغمبر sizning orangdagi bir munofiqni ma munofiq deb, bir mu'minni mavaqit mu'min deb ahvolini deb bergan vaqtida u payg'ambar g'aybni bildigan deb o'ylab qolmanglar. Payg'ambar g'aybni bilmaydi. Allah Taala sizlarga unda g'aybni nalam eshitgan emas demoqchi. Walakin Allah yajtabi min rusuli man yasha. Lekin Alloh taolo payg'ambarlardan o'zi xohlagan payg'ambarlarni tanlaydi. Tanlab shunga ba'zi bir g'ayblarni deb birdirdi. Aslida hech kim g'aybni bilmaydi. Lekin Alloh taolo o'zi xohlagan payg'ambarlarni tanlab, shunga ba'zi bir g'aybni bildirdi. Rasullarning munofiq mu'min deb berganimi, xabar berishimi shu Alloh taolo bildirgan g'aybning jumlasidan. أيوة لكن الله يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بأن في الغيب كذا. يعني الله تعالى پیغمبر نراتده انه وحی قلده اندن ما غیبت مندام دا اشباه فلان منافق فلان مؤمن دب منه خبر برده وأن فلان في قلبه النفاق وفلان في قلبه الإخلاص فيعلم بذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. لكن özü غیبni bilgenlik için emas, Allah Teala vahyi qilib depbergenlik için biladi. Bu Musa Resulullah'ın g'aybni bilmaydi demoqchi. Vel ayatu hujjatun alal batiniye. Bu ayet batiniye taifasiga qarata ahli sunnatning delili bo'ldi. Batiniye degan shu Shianing bir nimalari, hozirgi shu Suriyadagi Nusayriylar, Ismoiliya taifasi degandek bular o'zlarining imomlarini g'aybni biladi deb e'tiqod turadi.
Çünkü peygamber mi bilmeydiğin olsa, peygamber onda Allah Teala bildiğin olsa bildi. Ama peygamberin bilmeydi. Bunda sizin imamların kanda bildi o gaybni. Yani ular imamlarımız gaybni bildi o deb turwa Allah batını. فإنهم يدعون ذلك العلم لإمامهم من. Yani gaybni bilishni imamlarga da'vo qilishdi. فإن لم يثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص حيث أثبتوا علم الغيب بغير الرسل. Eğer imamga peygamberlikni isbotlamasa, bu peygamber emas, lekin imam deb qaslam aniq oyatga chiqib kelgan bo'ldi. Agar payg'ambar desa, u biroz tushundim. Chunki payg'ambarga Alloh taolo ejdirim rasul deganki payg'ambarlikni tanlab g'aybni bildirdi desa, ama mush imomim payg'ambar bo'lg'achqa g'aybni bilgan deymiz. Lekin payg'ambar emas, lekin g'aybni bildi islom ishorat qiladi. Hayfa asbatu ilmal g'aybi li g'ayri rusul mana. Payg'ambardan boshqa, ya'ni o'zining imomi g'aybni biladi deb turgan bo'ladi. وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص آخر وهو قوله تعالى وخاتم النبيين. Eğer o özünün imamlarına peygamberlikni ispatlab qalsa, peygamberti bu imamımız deb qalsa, o'sha yan qoladi. Çünkü bu oyatga xilaf. Rasulullah xataman nabiyyin. Peygamberning tuganchisi esa payg'ambar o'tib ketgandan keyin, oxir payg'ambar o'tib ketgandan keyin o'zining imomlaridan necha payg'ambar keldi deymiz. Bu xataman nabiyyin degan bekor ketib qoldi. O'sha yan qildi. Adetimiz Şia'nınki imami e'tiqodi xatarlik. Bular payg'ambarlardan yuqori martabada bo'lgan imomlar. Chunki payg'ambarninki vahiy keldi, nima qildi, shunday bir qilimdi, nimasi chekdik. Lekin ma imomlarga Alloh taolo ilhom qilib vahiy qildi degandek nimadir buni cheksiz. Yani xohlagancha shariatni o'zgartirib qilib qilaverdi. Shu Şia'ning imomlariga mutlaq ma'sum, ondan shariat ahkomlarini xohlagancha bekor qilib o'tadi. Çünkü Xatamun Nabiyyin Rasulullah dunyodan ketdim bu nima qilsalmg'o? Ahkam o'zgarmaydi. Lekin Şia'ning imomlari shunday davom etib turgan ekan, bu xohlagancha shariatni u ham bilan qilib to'lg'ib o'tadi. Baxatarlik. Fa'aminu billahi va rusulihi. Shuna Alloh va payg'ambarlarga ishoninglar. Bi sifatul ixlos bilan. Ve in tu'minu ve tattaqu sizlar haqiqiy saf ixlos bilan iymon etib nifaqdan saqlansanglar, tattaqu degan taqvodorlik qilsanglar yoki saqlansanglar, nimadan saqlanadi? Do'zax o'tidan yoki munofiqlikdan saqlansanglar, falakum ajrun azim. Bu chaqda oxiratda sizlarga katta ajr bor. Va nazala fi mani'iz zakati va la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullohu min fadlihi huwa khayran lahum. Allah Taala ularga ato qilgan narsalarni sarf qilishda bexillik qiladiganlar sarf qilmay turilishni o'zlariga xayrlik deb o'ylab qolmasin. Demak, zakat bermay turadiganlar, zakat bermaslik bizim mol dunyomizning avtida bizga foydali unda bunda deb o'ylab qolmasin. Demak, bu bexillikning oqibati xatarlik deganni bayon qilmoqchi. Tandım şu baylık bazı narsalar yoki dunyodagi unda saodat nima malga chetishlik deb qaragan jiq pul topsa saodatni najotni qo'l keltugul bo'ldi degandek bunda qaraganlarni xatolashtirishga iborat. Bunda xato o'ylab qolmasa nima? Man qara'a bitta'i qaddara mudafan mahdufan. Biz yuqori oyatning tafsirida ular yahsabannada nashqil qiraat va duqo tavla o'qilba yavla o'qilba deb. Tavlan o'qiganlar va la tahsabannallazina deb o'qiganlar bu chaqda mudofdan birisi mahzufda deydi kelmishlar. Ya'ni va la tahsabanna bukhlal baqilina demakchi. Bu chaqda xitob san demakchi, ey Rasulullohga mesela yoki likulli ahad. Va huwa faslun. Huwa khayrallahum dedga. Huwa shada bu fasila. Yani ma'na boshqa tushunib qolmas uchun ekalgan fasl ta'kidlab qo'yish. Ve hayran lahum mef'ulun sanin. Hayran lahum ikinci mef'ul kem. Demek hasibe diyen söz bu iki mef'ulunu ta'addi kılıttı. Ama ve keda men qara'a bil ya ve ja'ala fa'ila yahsabanna damir Rasulillah. Endi ve la yahsabanna deb ya bilan qiraat qilganlimi? Bu chaqda yahsabannaning fa'ilini Rasulullah deb nima qilsa, Rasulullah bunda zakat vermay bexillik qilganini bunda o'ylab qolmasin degandek. Yoki har kim o'ylab qolmasin deb fa'ilni Rasulullah yoki kulli ahad degandek bunda tafsir qilgan bo'lsa, yana va man ja'ala fa'iluhu alladina yabqaluna va la yahsabanna al-bakhilin degandek bunda alladina yabqaluna fa'il o'rinda deb qaraganlar bu chaqda nima bo'ldi? Kana taqdiru va la yahsabanna alladina yabqaluna bukhlahum wa khayran lahum.
bexillik qildiganlar o'zlarining bexilligini o'zlari uchun yaxshilik deb o'ylab qolmasin. Va huwa faslun qayta takrorladi huwa faslun. Va khayrallahum maf'ul thanin. Demak ilgirki nimada huwa degan fasl oldi ekan, ikkinchi i'rob huwa degan fasl oldi ekan, keyin ikkinchisi va khayrallahum maf'ul thani oldi ekan. Har xil i'rob qilib turganda. Bal huwa sharrul lahum. Ya'ni ash bexilliqi ular uchun ziyonliq. Yana mualahum satazul anhum. Chunki ularning mol-mulklari ularning qo'lidan ketadi. Va yabqa alayhim vabal bukhl. Ondan bexilliqning vabali oqibati yoki jazosi ularning beshir keldi. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Qat yaqinda sen mishada qat yaqinda degan ma'noda. Bexillik qilgan narsa qiyomat kuni ularning bo'yniga taqaqildi. Tovuq ya'ni tovuq degan bo'yniga menda yo'g'ilib taqaq shaklda bo'ladi. Rasulullohning hadisida bor, sizlarning biringlarni qiyomat kuni bir oqirgan to'ga yoki mo'rgan kala yoki kishining atdan bizni yutgan holatda uchirib qolmag'ayman. U chog'da voy meni qutqizdi Rasululloh desa, men qo'limda hech kirmaydi deb o'zir aytaman degan hadis bor. Xuddi shunga o'xshash ham shu zakatni ado qilmoq bo'lsa, qiyomat kuni shu damigan zakatni bo'yniga taqoq shaklda yutga holatda burun qilib to'g'rilarni andan qildiga bizni bo'yniga o'ttirga ramni qashni qayg'ijak endi ko'tarib shani o'ylandirdi tashqari. Xuddi shunga o'xshash damigan nimasini bo'yniga taqoq shaklda mahsharga hatta shunday qilib o'tirgan. Yo'q, uni jinoyatning jazosiga qo'shib berilgan jazoni qiyomatda rasvo qilish jazasi. Azoblanishmi bor, lekin bu bir xilimda xalq olamning oldida rasvo qilish. Tafsirun liqawlihi bal huwa sharrul lahum. Balki u ular ziyonliq, foydali emas. Qanday ziyonliq desa, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Ziyonliq degan jumlaning izohati ma'lum. Muhimda ziyonliq mana. Ay sayujadu maluhum alladhi mana'uhu anil haqqi, yani haqqul mal, haqqul fuqara, fawqan fi a'naqihim kama jaa fil hadith. Hadis kelganda من منع زكاة ماله يصير حية ذكرا أقرع له نابان فيطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار. من لن زكاة بامجان kişinin aşı mili bu erkek tazlandan da akra diyen şu paynak başlayan taz. Lekin jilanın aşı paynak başlayan silik aşından bolsa tükövmüsa bu zehir intayın xatarlik oluyor. Lahu naban şimagan işi var. Fayutawwaqu fi unuqihi. Bu jilan onun boynuğa yürüşüdür. Boynunu çırmaydı o deydi. Fayanhashuhu. Ondan çakıdı bunu. Nahş degan childi degan bo'ldi. Jilanga nisbatan chaqidi desa. Bu chaqdi balkam-da ya ishkimagan ish bo'lgan ekan bir tishlab ondan bir yana qantab tumuga zaharni kirgizishi mumkin. Ishlash bilan birga bo'lishi mumkin chaqish. Va yadfa'uhu ila an-nar, shundan do'zax tashlaydi. Walillahi miratus samawati wal ard. Zimindagi butun narsalar shuning mirosxo'rligi, ya'ni Allohning do'ri. Alloh taolo butun narsani, ya'ni Alloh taolo qoladi. İnsanlar hamma narsani tashlab ketadi. Va lahuma fiha mimma yatawarathuhu ahluhuma min malin va ghayrihi. Ash dunyodagi mol va zimin hamma narsalar, ya'ni miras qoldiradigan dunyodagi ashunday narsaning hammasi Alloh taolo qoladi. Fama lahum yabkhaluna alayhi bimulkihi va la yunfiqunahu fi sabilillah. Unda bo'lgan ekan, nima uchun ular Allohning yo'lida sarf qilmay buni, uning ig'dorchiligiga ching yepishib bexillik qilishidi. Wal aslu fi mirasi miwratun. Miras degan so'zning asli va sarf siyg'i qurilmish jihatdan, turlanish jihatdan asli vazni miwrat dedi. Taqullibatul waw ya'an linkisar ma qablaha. Oldi mim harfi zir bo'lganlik uchun vavni yaga almashtirib shundan miras bo'ldi. Bu sarfdan unda chiqib olgan qoidamda. Unda qildi. Amaliyotda bu sarf qoidasi chiqarish ilgari arablar shunday qilib kelishib. Ya'ni biz sarf qoidasini chiqarib, anda bu arablar miras deyishib, keyin andan buni asta sarfchiliklashtirish deb andan sarf qoidasi bo'yicha mana oldi zirkan, vavni asta yaga o'zgartirdi. Keyin o'zgartirish emas. Şu burunumda Araplar shunday so'z kelgan. Ani keyin ulamolar sarf qoidasini chiqarib istiqro qilib, muqamiga munda o'zgarga o'xshaydi ekan deblar. Qarab baxshi iboratdir.
عليه يبخلون عليه شو على الله الله تعالى بخلق قلب şu dünyaya ega bo'lishda bir narsani sarf qilmay turadi. Lillahi miras samawati wal ard dedi. Demak, shu butun dunyodagi mol dunyoni miras olgan ajzatga bexillik qilib turadi. Bexillik qilgan bilan keyin hammani shunday ham qiladi Alloh taolo. Yabxaluna alallohi bimulkihi. Yani Alloh taolaning o'zining mulkini Alloh taolo bana bexillik qildirmas. Bimulkihi degan nima? Shu Alloh taolo aytadiki Yabxaluna alallohi bimulkillah. Bu asli Allohning narsi bu. Allohning narsini shu, yana Alloh taolo uchun sarf qilishga yana bexillik qilsa, xuddi o'zining narsini o'ziga belgilamaysa degan. Vallohu bima ta'maluna xabir. Alloh taolo sizlar qilayotgan narsalarni uzr-buzrigacha, nozikalarni hamma ilmini bilib turuvchi deydi. Biz xabirni shuna dedik-ku. Al-alimu bi daqa'iqil ashya. وبالياء مكي وأبو عمرو والله بما يعملون خبير دبتنا يا ولن قراءته اتقار لرلان أبو عمرو فالتاء على طريقة الالتفات التفات لبقاسا قادر ولله ميراث السماوات والأرض شن شخص سالت تختب كل وقت قمته تاولا نقيسا غتشدا شكين شخص كلام برلغان بولده بونده بلاغت منك قايسة نسكس كردو بديع دارس كردو محسنات اللفظية وهو أبلغ في الوعيد. غتشل برلطلام نمكان كم بو قوقشتا بكرك كشلق çıkıdı dedi. والياء على الظاهر. والياء على الظاهر يعني أشوا normal da şin şahs çıktı da iltifat kılmayla mundakagin. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah Taala Allah fakir biz baylarmız diyenlerin sözünü anlap buldu. قال ذلك اليهود حين سمعوا قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Muş ayet düşen çağda, Yahudiler muş ayetten haber tapkan çağda, indas Allah Taalaga bu bendilik hazırdan bolsa, biz bendil baykenimiz Allah Taala kim bağılken, onun ustiga Yahudiler taqbunlar diyor. Bu Allah Taala kim de feyda'ifahu lahu adafan ketira diyor. Bu cezanı qo'llayotgan ekan. Bu Allah Taala uni cezani ulan shug'ullangan cezani urgan. Xuddamda biz cezani qilsak bo'lgan-ku. Yani shu Allah Taala qilganini qilganmiz biz. Xuddamda at-taxalluq bi axloqillar degan o'xshash. Manda deb turgan gap. Va qalu inna ilaha Muhammadin yastaqridu minna fa nahnu idan aghniya. Muhammadning xudosi bizning qarz talab qilyapti. Unda biz baykenmiz, u kim bo'lgan. Va ma'na sima'ullohi lahu Allah Taala anıldı deganning ma'nosi nima? Annahu lam yakhfa alayhi. Demak bu Allah Taala maxfi qilmadi dedi. Va annahu a'adda lahu kifa'an min al-iqab. Uningga yetarlik jazoni saqlab qo'ydi degan ma'no. Anıldı desak bo'ldi. Sami'a degan sifat Allah Taala. Anıldı shun degan chaqda anıldı desak bo'ldi. Sanaktubu ma qalu. Bular degan mushu eg'ir so'zni yozib qo'ymaymiz. Sanamurul hafazata bi kitabati ma qalu fi sahaif. Yahudilar degan mush eg'ir qabih so'zni yozishga biz shu farishtalarni, hafaza farishtalarni buyuramiz. Yani sanaktubu deganni hozir bu yerda isnan majazi deydi. Biz yozmaymiz degan Allah Taolo o'zi yozmaydi, shu farishtaning buyurdi deb bunda majazi ta'sir qilyaptilar. Aw sanahfazuhu. Yoki biz saqlaymiz buni. Biz o'zimizning ilmida saqlab qo'ymaymiz degandek. Bidir kitabu minal xalqi. Chunki bu yezishmi yoki yezilgan narsami desak bunda, yaratish maxluqlarning jumlasidan demak ekan. Yezish bu xaloyiqlarning jumlasi. Maxluq demak ekan. Yezilgan narsa maxluq demak ekan. Sanaktu ma qalu. Yani sanahfazuhu idil kitabu minal xalq. Demak o'shada sanahfazuhu bo'lsa isnad majaz, yani biz degan. Biz bunda aqlimiz degan bo'ldi. Bayatan qilsa yazımız degani farishtalar buyursa uni yozdi degan. U joyda biz yazimiz degan bo'lmaydi, bizning shu buyurgan farishtalarimiz yozdi degan bo'ldi. Isnad majaz bo'ldi. Ma'lum isnad haqiqiy bo'ldi. Sanahfadu. Demak o'sha yozgan debda binasa maxluq deganda binasa demakchi. Fasummiya bihi majazan. Yani biz saqlaymiz degan ma'noda deydi. Uni yezib qo'yishni hargiz qo'ldan bermaymiz deganda. Lekin bu inib qoldi, sanatu maqalu. Shuni ishlagan, sanatu maqalu degan. وما مصدرية أو بمعنى الذي ما قالوا يعني ما مصدرية يعني سنكتب قولهم ليمن مصدرية لكن الذي ما نسوه سنكتب الذي قالوه دين وهر إكسي أنا أيضا
sözünü diyen buldu. Ve qatlahumul enbiya bighayri haqq. Yana peygamberlerini nahaq öttüreşlere bunu yazımız mı? Bu cinayet mi yazımız? Demek az cinayet bu da iki cinayettek. İki ise ağır cinayet. Aşinallah fakir ve nahne diyen sözümü bu peygamberden öttüreşlerek aş derecede ağır cinayet. Bighayri haqq diyen sözümü ayetini kabihleştirişi. Biz peygamberlerin hakkılarını öttüremeyiz mi? Kanda peygamberlerin hakkılarını öttüremeyiz. Mümkün emas. Bighayri haqqini takamamdı kabihleştirip cinayetini ispatlaştık var. Yani bunda bazen peygamber bir hatalı kılıp ötüreş, doğru kep kılıp ötürüp dağında oylap kalma, bu nahaq ötüreştir. Ma'tufun ala ma qalu ve qatlahumul enbiya. Demek ikilisi nezimez. Ja'ala qatlahumul enbiya qarinatan lahu izanan bi annahuma fil 'izami akhawan. Peygamberlerini ötüreşine aşo degan sözüge cüplaştırmışlar. Cüplap koydu. Bu nimeni uqtirishchi desa, mush ikki ishninki jinoyatning ig'irligida ikkisi teng darajada yoki jutuqal ekanligini bildirib qo'yish uchun va anna man qatala al-anbiya lam yustab'ad minhu al-ijtira ala mithl hadha al-qawl. Peygamberlarni o'ttagan badbaxtlarning bunchalik so'zni deyishi bekshiraq emas. Yani peygamberni o'ttagan yerda bunday gapni albatta deydi bular degandek. Ve naqulu zuqu azab al-hariq. Ve ularga ot azabın tetinlar değmez. Kaçan kıyamet günüde. Ey azab an-nar. Azab al-hariq diyen onda köydürüş azabı diyenler. Kema azaqtumul muslimina al-ghusasa. Müslümanlarga geriden adam yutulmaydigan muşunda açık elemlerini tetkuzganlıklardek bizim sizlarga köydürüş azabını tetinlar değmez dedi. Ghusas diyen adam yep yütemeydigan geldi turib qoldigan narsani g'ussa. Va ta'aman za g'ussatin. G'ussaning ko'pligi g'ussas. Qala Dahhak manda lug'ashunos mufassirlarning birisi yaqulu lahum zalika khazanatu jahannam. Zuqu azab al-hariq degan so'zni jahannam gundupaylari ularga deydi. Jahannamdagi azoblaydigan farishtalar edi. Bunday ekan zuqu azab al-hariq. Köydürüş azabını tetinlamana dedik. Naqul degenden de aşı nima deydi demekçi. Allah Teala o'zisin buldu. Şey chigen chaqda Allah Teala zuqu azabul hariq desa deydi. Mümkün. Ve inna udifa ila Allah Teala li'annahu bi amrihi. Allah Teala buyurup buna digizgen iş bo'lg'achqa Allah Teala bizdeyimiz deb bunda o'ziga idofat qildi deb. Kama fi qawlihi sanaktub. Bu sanaktubu deganni yozimiz deganda shu biz farishtalar buyurib yozdiramiz deganni maqsad qilganda yadimi farishtalar shuna deydi deganni maqsad qilganda yadamda isnad majazi demakchi ekan. Sayuktabu va qatluhum va yaqulu Hamza. Hamza degan qori bu 3 fe'lni 3 so'zni bunda qira'at qildi. Sanaktubuna sayuktabu da va qatlahumna va qatluhum da va naquluna va yaqulu da qira'at qildi. Jur'at qilish. Jur'a degan ijtiro. Yani qo'rqmay bunda deyarlishib jur'at emas. Sanaqlu degan riya va huwa faqir mahluq. İnsanlar qabul olma o Yahudilar. Ha insanlar. Biz insanlar baykenmez, Allah kambag'alkan uni bizni qarz talab qilib o'tibdi degan. Ham faydaifalahu adafan katira silab qaytirdi. Yani ken mana riba fahish ekan. Undan bizni riba fahish qilsak ishning bo'lmaykan debdi. Zalika bima qaddamat aydikum. Ashu dedi. Zalika ashu nima desen isharatun ila ma taqaddama min iqabihim. Wa naqulu duqu azab al-hariq degan mush ahvol sizlarning qo'llaringlar qilgan jinoyatlar tufaylidan beshinglarga kelgan ish to'g'ri. Ay zalikal azab bima qaddamtum min al-kufr wal ma'asi. Kufr, ma'siyat, baxillik ashularni. Wal idafatu ila al-yadi li'anna akthar al-a'mal yakunu bil aydi. Qo'llarni gapini qildi bu yerda. Nima uchun deganda ko'pincha ishlarni qo'l bilan qiladi. Iqamatan lil ba'd maqam al-kull. Yani taklif sekin buldu. Galiben bir işini koluyla kılgan boğazkan. Mesela yani bir ayet var o. اَلَّذِي يَكُنُوا اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا dedi. يَأْكُلُونَ dedi. Bu koskı yemeği maşinimizin elvatı yıkılmamalıdan. Şu يَأْكُلُونَ okşaş. Yani bunu bir kıl kabir köstisi ibaret. Ama adette köpün cemde Kur'an'ın altından yıvaldığı açlı boğan iken yivri istep. Uygursun bağı
pulni yeb oldi dedi. Albatta pulni yemagan bo'lishi mumkin, kiyim kechaklar yoki o'yilib mashina olgan bo'lishi mumkin. فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب. غالبا مشو قولان قلد جنايتنا desek şuna hem işine قولان qilgandek unda ibaret söyledi. ولأنه يقال للآمر بالشيء فاعله. Yana bir narsani buyurgan kishini ashuni qilguvchi deb ataldi. Falan podshohni saldugan deydi-ku. Albatta shu vazirni ya injenerni buyurib tamsilni qurilishini shuni saladanda. Bu podshoh o'zi sanmaydi uni. Masjidni emas, biroq qasrni. Ankan shu buyurgan kishini odatda shuni qilguvchi deb ishiltirgan so'zlar bor edi. Fazikrul aydi lit-tahqiq. Demak, bu yerda qo'l deganni tilg'alish haqiqiy ma'nosini, ya'ni sen o'zing qilgan ish degan iborat. Masalan, bir podshoh buni buyurib majbur qilgan manda tushunib qolmagan. Chunki unda buyruq qildisimi biz qildi degan ish bor. Unda tushunib qolma, bu haqiqiy shu o'zing qilgan ish emas. Boshqalar buyurgan ish emas bu. Ya'ni annahu fa'ala bi nafsi, ya'ni o'zi qilganligini ifodalash uchun, tahqiq degan haqiqiy zot o'zini qilganligini bildirish uchun ekeldi dedi. La g'ayruhu bi amri. Ya'ni bu boshqalar buyruq, boshqalar buning uchun, buning buyruqi bilan qilib qo'ygan ish emas, bu o'zi qilgan ish emas. Wa anna Alloha laysa bizallamin lil abid. Yana nima sababdan desa, shu jazoning unda bo'lishi, sizlarning qo'llaringiz qilgan jinoyat, yana Alloh taolaning bandalarga zulm qilmaydigan bo'lg'achqa bo'lgan ish demakchi. Wa bi anna Alloha la yuzlimu ibadahu fala yu'aqibuhum bighayri jurmin. Jinoyatsiz, jinoyat ham jurm, jarima demaydi, jaraim. Jinoyatsiz unda jazolamaydigan, zulm qilmaydigan Allah bo'lg'achqa, shunga ashunda bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo hozir zulmni nafi qilyapti. Tamam? Zulmni nafi qilish degan nimani ko'rsatdi? Nimani taqozo qildi? Adolatni. Adolat nimani taqozo qildi? Usullik qilganni jazolash, yaxshi qilganni mukofotlash. Avval usullik qildi, jazolash bo'ldi. Tamam? Undan keyin bu adolatning taqozosi. Shunga sababni ko'rsatdi. Alloh laysa bizallamin lil abid. Jazo shirishinglar sizlar do'zax shirishinglar birinchidan sizning qilmishingiz bo'lg'achqa. Ikkinchidan Alloh taolo zulm qilmaydigan odil bo'lg'achqa, shunga biz sizning o'sonlikning loyiq jazolab qo'yishi tabiiy ahvol demak. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. Allah Taala bizga topshirganda, topilganda, biz qanday bir payg'ambar bo'lib qolsa, u bir qurbonlikni oldimizga keltirib, buni osmonning bilan o't ko'ydiritib, bundan bu qurbonlik qabul qilingandek bunda bir ahvol bo'lsa, ondan bu payg'ambarga ishoninglar deb bizga topilganda deganlar. Ya'ni Yahudilar shunda turgan. Alloh Taala bizga qanday burun topilgan. Undan payg'ambar kelyapti. Bir payg'ambar kelib, men payg'ambar deb qolsa, sizning gapga oldindan ishonmay, sen emasa qurbonlikni akab qo'ygan, maydonni qo'yayli. Shunda qurbonlikni qo'ygan, yo qo'yilamdi, yaqindan mol dunyo olamdi biznesini, shunda maydonni qo'ysak, osmon vashchilik bilan bir o't tushib, uni kuydirib bilan yo osmonga chiqdi, yo shular vashchilik kuydiribdi. Kuydirsa, bu qurbonlikni qabul qilinganlik, sen payg'ambar ekansan deb, shu chaqda ishoninglar, bo'lmasa ishonmanglar deb topilganda bizga deb turoldi. Bunda deganliga, endi bunda degan demakchi. الذين قالوا من دب تراغل كملا يهودي لا مثلا كعب بن الأشرف حيي ابن أخطاب ديندك يهودي لا ولا أدري أجنا دب تراغ. الذين قالوا في موضع جر على البدل من الذين قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا دغوا الذين قالوا ديندن بدل الذين قالوا نشاد ما من دب آية إن الله فقير ونحن أغنياء دجلنا عندهم شلا. قدام لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا دينده. bunun الذين قالوا بدل وغن كم قول للذين وغن الذين قالوا هذا مجرور لأنه مضاف إليه وقتش نما قول مضاف الذين قالوا مضاف إليه وقت لكن مجرور demek şey. أو نصب بإضمار أعني ياكي أعني الذين قالوا ده مفعول به ورندا في محل نصب ممكن ياكي على الذم تكمل الذم الذين قالوا دي أو رفع بإضمارهم ياكي في محل رفع بإضمارهم هم الذين قالوا أشو الله من ده ديال شو الله
innalloha ahida ilayna. Alloh taolo bizga topilgandi. Amarana fit Tavrati, Tavrat bizga buyruq va usana vasiyat qilgan topilgan. Nimda desa Allah nu'mina li rasulin. Qanday bir payg'ambar deb qolsa buni ishonmaslikka. Taki hatta yatiyana bi qurbanin ta'kulunnar. O't kuydiqlam yeb ketadigan bir qurbonlik akasa andina san payg'ambar kelsa deb ishonishni topilgan. Ay yuqarribu qurbanan fatanzila nar min as-samai fata'kulahu. Yani bir qurbonlikni chiqirdi bu. Taqdim qildi. Shunlar taqdim qilsa osmondan bir o't tushiblan uni yeb ketdi. Yani kuydirib demakchi yeb ketadigan. Ha? An-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu degan. Ottash kuydirib nima qilsa yeyetkandek qildi-ku. Fa in ji'tana bihi saddaqnaka. Shunda Alloh taolo bizga topilgan, bizda shunda bir qoida bor. Har qanday payg'ambar kelib qolsa, qurbonlik taqdim qilsalar deymiz. Qilsa qurbonlik qabul bo'lib ketganning alomati bo'lsa, sen payg'ambar kelsa deb ishimiz bo'lmasa, ishimiz bo'lardi. Xudo olsa, sen qurbonlikni bizni akagin, uni o't yeb baqson deb turganlar. Shu joydan ishimiz deb. Va hadi da'va batila va iftira'un 'ala Allah. Bu quruq da'vadir. Yani Allah Taalaga yolg'a yapıdaq yerni to'qishdan iborat. Yanna aklan naril qurbana sababul iman lir-rasulil ati bihi likawnihi mu'jiza. Chunki u o'tninki ash qurbonlikni yeb ketishi, yani kuydirib o'tishi, shu qurbonlikni qo'ygan payg'ambarga ishonishning bir sababi. Shunama nima uchun sabab bo'ldi? Agar sizning gapinglar rostsa bo'lsa, chunki bu bir xil mo'jiza bo'ldi. Masalan bir narsani shunda o'tirib chiqarsa, osmondan vahshiy bir o'tib bilan buni qarasburusli ko'ydirib bilan yoki elib bilan chiqarsa bu mo'jiza bo'ldi-ku. Xariq lil ada bu. Demak, bu mo'jiza bo'lganlik uchun shunda ishontinglar buni deydi. Fawaidan va sa'irul mu'jizat sawa. Undan keyin bu mo'jizaga ishonibsizlar. Buningdan boshqa mo'jiza bo'lsa ishonmamsizlar. Hamma mo'jizaga ishonishimiz kerak. Yo'q, shunda mo'jiza ishimiz başqa mo'jiza ishonmaymiz desanglar, bu quruq da'vo bo'lib qoldi. Yakimda bir tarafdan intayin tarbiyasizlik bo'ldi. Allohning payg'ambarga mo'jiza taklif berib, "Menda mo'jiza kel, undag'ini akal, mendag'ini akal misal ishonmaymiz" deyishi bu adabsizlik. Yani iqtirahul ayat alal-anbiya. Alloh taolo o'zi xohlagan mo'jizani berdi. Sen ishonsang, ishonmasang, do'zax bor. Ammo payg'ambarga "Menda mo'jiza eklishing kerak" degani bu adabsizlik. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinat. Aytdinki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mendan ilgirimi payg'ambarlar nurg'un mo'jizani akagan. Bil mu'jizat bayinat nishada al mu'jizatul vodihat demak. Sival qurban, u qurbonlik taqdim qilish degandan boshqa nurg'un mo'jizani akagan. Isa masalan, odamning tirildigan, kasalni saqaytgan masalan. Tamam? Salih alayhisalomning tugisi o'tdi masalan. Va billazi qultum. Siz degan qurbonlik masalasini o'zining unma kelgan deydi. Ya'ni qad jaa aslafukum alladina antum ala millatihim wa raduna bi fa'lihim. Ya'ni sizlardan ilgiriki o'tgan payg'ambarlar shunda siz taklif qilgan mo'jizani kelgan, undan boshqani kelgan. Sizlar ashunning yo'lini tutmaymiz deb da'vo qilisizlar deydi. Masalan Musa alayhisalom ergishimiz, Isa ergishimiz deb da'vo qilisizlar. Falima qataltumuhum? Ma'o intayin kuchliq dalil. Mat qilgan dedi. Sizlar payg'ambar deb ashuna mo'jiza akasi Alloh taolo ishonadigan deb unda akatda ishondik deysizlar. Payg'ambarlarken u payg'ambarlarni nima uchun o'tadinglar? Buniki qatalatul anbiya deb ma'noga payg'ambarlardan nurg'un o'tagan. Hatta Isa alayhisalom shu o'ttirimizda nima qildi-ku? Nima uchun o'tadinglar desa, ay in kana imtina'ukum 'anil iman li ajli hada. Yani sizlar iman etishda musabdan to'xtab olgan bo'lsanglar, iymon etib turgan bo'lsanglar, bunda qurbonlik taqdim qilsang, andan o't yeb ketsa, andan ishonib buni ishonmaymiz deb musabdan to'xtab turgan bo'lsanglar, falima lam tu'minu billazi ataw bihi. Ash qurbonlikni shunda akilib, o't qurbonlikni yeb ketgan, ash mo'jizani akagan payg'ambarlarga nima uchun ishonmadinglarmisa, nima uchun o'ttiryaptinglarni? Billazi qultum degani siz degan taklif bergan qurbonlik taqdim qilishnimi ilgari payg'ambarlar akagan debdi. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinati va billazi qultum siz degan shu mo'jizani akaganmi? Ha? Bundan shunda ishli bo'lganligini ko'rsatdi. In kuntum sodiqin, sizlar rasul bo'lsanglar, mush so'zinglarda, yani biz mush mo'jiza kelmagachga ishonmay turyapmiz.
qurbonlik ekan, uni o't yetkazsin, endi ishinglar degan mushudangda rasul bo'lsanglar, hamasi burun qarshında. Dinimiz bo'yicha o'zini kelib bergan payg'ambarlarni tushuntiradilar. Fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik. Agar ular seni yolg'onga chiqarib qolsa, sendan ilgirimi nurg'un payg'ambarlar shunday yolg'on chiqarilgan. Buni bak ig'rab ketma, ya'ni bir xil tasalli bu. Sen birinchi yo'lab taklif qilingan payg'ambar emas. Sendan ilgirimi nurg'un payg'ambarlar bunday yolg'onchi deb qaralangan. Demak bu mushriklarning payg'ambar alayhisolamga ishonmay turilishiga qarta tasalli, yahudiylarning ishonmay turilishiga qarta tasalli. Fa in kazzabaka al-yahudu fala yahulunnaka. Hala yahul. Yahudilar sana ishonmaysin, yolg'on chiqarib qolsa, bu sana ig'ir kelmasin. Mushriklar sana ishonmay qolsa, sana ig'ir kelmasin. Faqad fa'alatul umamu bi anbiya'iha kadalik. Endi bu yerda faqat kuzziba rusulun min qablik deganiki, mushriklardir uning gapini qilmay, ahli kitobning gapini chiqaradi. Chunki ahli kitobga shu payg'ambarlik aytilgan bo'lgan. Demak, boshqa ilgari o'tgan shu ahli kitobning nurg'un ummatlar payg'ambarni ashuna yolg'onga chiqargan. Bu odatda bo'lib turgan ahvol. Al-balwa idza ammat khaffat degan qoida bor. Umumul balwa. Al-balwa idza ammat khaffat. Hamma umum bo'lib ketsa, bu yengil bo'ldi. Shundan bu rasullarga tasalli berish iborat. Va hamma payg'ambarning bashir kelgan ahvol. Sanalgan kelgan ish emas. Ja'u bil bayinat. Iniq mo'jizalarni ilib kelgan. Va zubur kitoblarni ilib kelgan. Yani kutub demakchi. Jam'u zabur min az-zabri va huwa kitob. Yozilgan narsalar, yozmalar deganday. Yoki zabar degan misol zajara ma'nosida va'z nasihat, ba'zi cheklama, ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan kitob degan bo'lsin. Va biz zuburi shami. Va zubur yana va biz zuburi ja'u bil bayinati va biz zuburi deb Sham qariyalari qira'at qildi. Val kitabil munir. El-kitab müşahid cinsi. Kitaplar Kur'an bo'lsin, Tevrat bo'lsin. Şami Zabur'da okudu demek mi? Yok, ve biz Zubur deb. Ayada ve Zubur abi. Birinci kıraatta ve Zubur, ikinci kıraatta ve biz Zubur. Bil beyinati ve biz Zuburi ve bil kitabi deb bunda degandek. Vel kitabul munir al-mudi. Yani munir degan mudi, nurana, nur chechib turgan. Qilahuma wahidun fil asl. Ba'zilarda shu Zubur degan kitob degan shu ikkisi birga turibdi. Ve inma zukira li-ixtilaf al-wasfayn. Lekin xil sifati bo'lg'achqa, ya'ni vaziyatni o'z ichiga olgan, ham yana nur chechib turgan, yana xil sifati bo'lg'achqa ikki xil sifatlar keldi debdi. Faz-zabur kitabun fihi hikamun zajiratun. Chunki zabur degan kishilarni to'sadigan, cheklaydigan hikmatlar bor kitob degan bo'ldi. Ba'zan zaburni kataba degandan bilg'o, ba'zi olimlar zabara degan, zajara degan ma'noda deganlar. Lekin zabur degan al-awamir az-zajira degan tekmada vazniyatni o'ziga olgan degan bo'ldi. Val kitabul munir val kitabul hadi. Nurani kitob degan, nurchatgan kitob degan, hidoyatga boshlaydigan kitob degan bo'ldi. Yoki val kitabul munir Qur'on Karim. Zuburlar ilgari payg'ambarlarning kitobi. Kitabul munir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgan Qur'on Karim. Yani bir yerda Ja'u baynat va Zubur va kitabul munir degan mo'jiza keldi, kitoblarni keldi, yana Qur'on Karimni keldi degandek, Qur'on Karimni keldi degani Qur'on Karimning asosiy mazmuni bo'lgan, ximiturchi bo'lgan ko'rsatmalar kitobda bordi. Shu mazmunni keldi degan. Bu bir xil tafsir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Her bir nafs ölümni tetiguchidir. Kullu nafs mubtada, za'iqatul maut xabari. Bu ham bir xil o'tgan oyatda bergan tasallini ta'kidlab berishdan iborat. Shu tasallining davomi. Kullu nafsin za'iqatul maut, har bir nafs o'limni tetiguchi degan yuqorqi tasallining davomi. Chunki o'limni asliyan chog'da bizga dunyodagi ba'zi bir g'am qayg'ular uni unutib qilib biz o'limni u qachonpirat g'am qayg'ular mushrikning aziyati, taklif qilganligi biz unutib qolamiz. Shunga o'limni aslatish orqali bu bir xil tasalli berish. Xuddi o'zbekiston ziyon tortib ketgan odam, hukumat mol dunyosini musodara qilgan bo'lsa, yo qo'ymichil bo'lib olgan bo'lsa, ular ketgan jahannam bu narsani ishlarini tushunishlar degan tariqada bir xil tasalli bermoq. Wajaz al-ibtida'u bin-nakira. Kullu degan nakira bilan boshlash, yani mubtada nakira uchun mubtada gap bor. Jaiz bo'lib qoldi, mayli bo'ldi. Lima fihi min al-umum.
Çünkü kullu asli yerden nefsga idafat qilindi bu. Kullu deblam. Kullun zayiqatul maut demadi. Kullu nafs bo'lgan ekan, kulluni mudaf qilib qo'ydi nafsga. Lekin bu yerda bir xil umumlikni bildi. Umum bo'lgan ekan bir xil ma'rifa shaklida. Yani hamma degandan umumimiz ma'lum bilan qolmaydi-ku. Bir xil ma'rifa ma'nosi bor. Lekin mubtada qilishga biladi. Yani bu nahvchilar o'zi bir qoida chiqarib oladi. Endi u qoidaga taqashtirib qo'ysa, yo'q bu mandatda deb nima ko'rsatadi. Wal ma'na la yahzunuka takzibuhum iyyaka. Ma'nisi ularning seni yolg'onchi chiqarishi seni qayg'urmusun. Famarji'ul khalqi ilayya. Chunki butun maxluqlar hamma mening oldimga keladi, qaytadi. Fa ujazihim ala takzib. Yolg'onchi chiqarganlarning jinoyati qarta men jazosini beraman. Va ujazika ala sabr. Sana qilgan sabrchanliging qarta mukofot beraman. Va zalika qawluhu va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Endi demak shu mukofot beraman, degan so'zi qaysi va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Yani sizlar hammalar ajrini qiyomat kuni to'liq olasizlar, ajrini to'liq berildi dedi. Tu'tawna thawab a'malikum ala al-kamal yawmal qiyamah. To'liq zot, hech qanday kam qilmang. Vaffa degan to'liq berish. Fa inna dunya laysat bidaril jaza. Chunki dunyo jazolangan so'rin emas, oxirat jazolash so'rini. Shuna jazo to'liq beriladigan joy shu. Lekin dunyoda ancha-muncha shu muqaddimalari berilib turishi mumkin. Faman zuhziha 'anil nari va udkhilal jannata faqad faz. Shuna kimiki do'zaxdan neri ittirilib ketsa, zahzaha al-ib'ad deb yiroqlashtirish. Da ishtirib tutib ayangroq olib qo'ysa, do'zax chukida degan odamda ishtirib ayangroq olib qo'ysa, bu yiroqlashtirgan bo'ldi-ku. Ittirib olib o'tishgan bo'ldi. Kimiki do'zaxdan yiroqroq ittirib ayangroq olib o'tsa, ondan jannatga kirgizilsa, haqiqatan u utgan bo'ldi. Zafara bil khayr. Yaxshilikni zafar quchgan bo'ladi. Faqat hasala lahul fawzul mutlaq. To'liq mutlaq utuqqa erishgan bo'ladi. Va qila al fawzul naylul mahbubi wal bu'du anil makruh. Fawzni bundan ta'rif qilganlar ekan. Balkim zohidlar, tasavvuf ahli bunda ta'rif qilgan bo'lsin. Utish degan mahbubga nail bo'lish. Sen yaxshi ko'rgan narsaga yoki shaxsga nail bo'lish. Wal bu'du anil makruh. Yomon ko'rgan narsani ijro qilish. Xuddi jannatni mahbub desak, makruh do'zax desak, shuni ulash. Va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunyo faqat lam ayda saqt qilingan narsa, tovar narsalardan iborat dedi. Shabbaha ad-dunya bil mata' alladhi yudallasu bihi 'ala al-mustami wa yugharru hatta yashtariyahu thumma yatabayyanu lahu fasaduhu wa rada'atuhu. Dunyoni nimaga o'xshatdi? Mustam degan so'zset qilib bahatalishgan. Bir narsa olmoqchi bo'lgan odamga biz bir narsani saqtroq narsani, jaraq narsani qadrlab jilda kifat qilib ko'rsinizmi? Yudallas bihi degan qo'yitilgan nima? Ya'ni uni haqiqatini yo'g'itadigan nima? Qadrlab. Hadis ilmida bor-ku, mudallis. Hadis ilmida mudallis degan, masalan, raviydan bizsa hammalar taniydigan bir raviy bor. Ibn Shihab. Shuna bunda qo'l Ibn Shihab emas, birisini uning ismi Ibn Shihab. Lekin biz hammalar Ibn Shihab biz Zuhri deb o'ylab qolamiz hammalar. An fulan an Ibn Shihab Rasululloh bunda degan deb bir sanad aytildi. Albatta uni Ibn Shihab degan boshqa bir Ibn Shihab ajizadan. Lekin biz hammalar anglovchilar shu Zuhri ekan, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ekan deb o'ylab qolgan bo'lsa, bizni shunday bir xil qo'yibsa, u mudallis. Allah so'didimi? Masalan 5000 kilometr bo'lgan mashinani saatini yondirib qo'yib, pardozlab, sirlab, qilib, shabazatib. Daha uzunmidan buni deb bundan sotmoqchi bo'lsa, bu yudallis bihi alal mushtari. Va yugharrumana gullash, gullunudu deydi, oldinudu. Hatta yashtariyahu. Gullunib, oxiri sotib oladi buni. Yangi mashina ekanda. Thumma yatabayyanu lahu fasaduhu va radatu. Andin setilib bo'lgan ekan, uni sifatsiz mal ekanligi andin oshkor bo'lgan gap. Radatuhu nacharlik. Endi g'urur degan mata'ul g'urur. Bu g'ar degan shunda gullug'uchining ko'pligi bo'lsin. Gullug'uchilar atlab sotadigan narsa kerak
şirkten ibaret degan bo'lishi mumkin yoki bu masdar bo'lsin g'urur g'arra g'ururan saxtazlik mal matasi shundan iborat ekan saqlangan mallar ja tovarlar endi demak dunyo odamlarni go'llaydigan dunyoga berilib ketib dunyo o'zini atqadim keyin undan dunyoning kalkirmaydiganligini biladi matani Rahtiya shunda tafsirim bor. O'sha sabilda Ibn Abbos muqobilsa, o'sha mata degan so'zni tushunolmay, axir bir arabining nisbini tutgan. Bu qumashlabmanda odatda ayollar ishlatganlarga muqlar so'z chiqib qolgan. Dan shunda bir haqir dasfatlamoqchi bo'lgandek dunyoni. Nasıl ki kulu dünya mata'un ve hayrul mata'i el-merat salihah deganda. Ya da aslında rəf tutqandı. Lekin davomli aslında rəf maqsad qilmaydi uni. Bu ona ne çıxıb köşmənləri var. Əsli tigini sürüb gəlsə aşır. Onun lekin ondan bir müddət keyin faydalanğan narsa. Faydalanğan bizə lazım bolğan narsa keraklar degan ma'noda. Al-inti'a mata' deymiz va. Endi işildigan narsa kerakdir. Endi işildigan narsa kerak. Adam yani setildigan tovarlar degan ma'noda. Ya'ni ta'dizlangan ja tovarlar degan ma'noda ekan. Dalgın narsa keraklar, biz faydalan narsa kerak. Va khayru mata'iha, biz faydalan narsani ishga ashnaatning eng yaxshi, qudrat faydalan narsa nima? Al-marat salihah. Mesela mata yani iftaq qilsam ka. Inti'a. Va shayton huwa al-mudallis mana. Aygulaydigina shu shaytondir. Al-g'urur. Al-g'urur mishada al-g'ar demakchi. Gullab aldaydigan kendisi shayton. Qo'ymichi, gulluqchi, afshiguchi degan ma'no. Ve Said ibn Cübeyr hem de bu İbn Abbas'ın şagirdi mi? Tabi'i. Haccac üttiretken. İnnemâ hâzâ limen âtheraha alel-âkhira. Meta'l gurur bo'lişi dünyanı ahiretten evzel kırıp ahiretten tanımay dünyanın tanılgan kişiye nispeten bu da meta'l gurur oldu. فَأَمَّا مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةِ Ama ahiretini közlep mangan bir adam var. Eğer dünyadan çünkü ahiret için faydalansa bu meta'l gurur olmaydı. Kayna mata bala yani menzilga yetkazib qo'ydigan yo'lda ketib o'tib ozuqtilik bo'lgan paydalanadigan narsa kerakligi iborat bo'ldi debdi. Bunda biz mashina bilan oxirat ketib berib yo'lda mashinani mo'shishim mayjalaymiz-ku. Shu jalaydigan mayga o'xshash bir narsa demak. Yani bu chog'da lozimlik paydalansang bo'ldi. Va anil hasan ka xudratin nabati va lu'abil banat la hasila laha. Xuddi o'simlikningki yeshilligidek, kichik zollarning o'yinchigidek asosiy bir foydasi yo'q. Tayin yok narsalar deb tasavvur qilindi. Shunda bu hamda azgina bir kichik bir farzandandek buldigan amaliyotda hech foydasi yo'q narsa keraklar demoqchi. La tublawunna fi amwalikum. Qasamki sizlar cho'qim mol mulkinglarda va o'zingizda sinilsizlar, baloy musibatlar bilan sinaqqa duch kelisizlar demoqchi. La tublawunna vallahi la tublawunna. Musulmonlar bizning degan to'q lamat tawti'a. La tuxtabarunna sinilsizlar. في أموالكم مال ملكنلاردا بالإنفاق في سبيل الله وبما يقع فيها من الآفات الله yolida sarf qilish masalasida yana mal mulkingizga keladigan ba'zi ofat, ziyon, talafotlar bilan sinasizlar. Ba'zi mal dunyo ziyon tasib ketilgan, musodir qilinib ketilgan, qo'ylab ketilgan ahvolim bor. Ve enfusikum yani o'zinglarmi bil qatli mesela o'ltirilib ketishlar jangda asir tushib qolsa yordamingizlar va ma yaridu alayha min anwa'il makhabifi wal masaib kasal bo'lib qoldi har turli andishaga uchratilgan musibatlar bo'lib qoldi shuni bilan sinizlar demakchi. Ve hadhihi al-ayat dalilun ala anna an-nafs hiya al-jism al-mu'ayyan duna ma fihi min al-ma'na al-batin kama qala ba'd ahli al-kalam wal-falasifa. Felsefler, mutakallimler nefs deganni ta'rif qilishda bu munda bizning ruhiy, ma'naviy dunyomiz degandek munda ta'riflashgan. Ma'ayatda va anfusikum dedi shunama, bu hamda qatl va jiroh bu kasal degandek munda nima qilsa, bu ruhiy, psixik narsani qilmaydi. Bu jismni ko'z ko'rmayotgan taqib turgan shu badanimizni maqsad qilganlik chiqadi. Ve felsefler cismani narsa bedenni demaydi nafsiga. Bu beden bunda ruhiy dunyosindaydi deb turgan bo'lganken, maayat uloqatda raddiya bo'la oladi. Shunga fi anfusikum dedi. Yani bedeninglar demakchi de tafsir qildi ama. Kada fi sharh at-ta'wilat neyamildi. İmam Maturidining ta'wilat ahli sunnah degan tafsir var. 10 mujallad hozir Darul Kutublarni yozildi. 2 yil bo'libdi bizda. Uning qadar taha u kitob nashr qilingan.
Şu kitapni İmam Nasafiy sharhlagan. Sharh ta'vilat ahli sunna. Şu kitapda bunda kelgan. Yoki boshqaning bir sharhi bo'lsa, shu sharhida shunda kelgan. Ya'ni shu nafs degan so'zni bunda ruhiy ma'niga, ruhiy dunyosiga emas, badanga ishiltish deymiz deb Allah'ın tarifiga raddiyaga ahvol bo'lgan. Lekin fi anfusikum desa, balkim ruhiy kayfiyatingizni sinab, ruhiy zarbiyasizlar, tushkunlik kuchraysizlar, zaman ko'nglingiz azaydi degan bo'lishi mumkin. Bu bakamda nasabatamda badan deydigan. Wala tasma'unna minalladina utul kitaba min qablikum. Sizlardan ilgari kitob berilganlardan çokum anlaysızlar deydi. Yani Yahud Nasaraların. Ve minellezine eşreku. Yani müşriklardan mı? Eden ketira. Nurgun eziyetlerini işitsinler. Anlaysızlar, nemin anlaysızlar? Eden ketira. Tıl azar anlaysızlar. Katta'ni fid din. Dinini ta'ni qilib, bu dinini aqamasi bu degan gapni qildi. Va sabd man aradal iman. Iman aytmoqchi bo'lgan kishilarni to'sab uningga azor berdi. Ve tahtiyati men amen. İman etkanına onu zanı kılıp mesela sen hata tanlapsa bu din hak emeste, toğra emeste deyişim ki. Ve nahnu dalik. Yani Müslümanların hutumballarının namını çıkarıp kuşak etkanlar var. Eden kethiranın işli var. Şu Nümüldün Ka'b ibn Eşref'ma Yahudinin şair birisi Tolu aşında Resulullah'ın hecvi şekilde kuşak etip Müslümanların bazı bir kızları ayollarının sınıfı gazalını kılıp anda azaylık için kim ötürüp kildim şuna Muhammed'in Müslüman'ın ötürüp kildim deb kişi de Kur'an görüp ahir onu ötürdü o. Demek bu Yahudi aşı Müslümanlığın azaylık Yahudiydi. Şu eden kethiranın sırpan. Yani Müslümanlığın kutum balçakları kıdımı azaylık. Ve in tasbiru ve tattaku. Yani ularının bagam aziyetiga sabırcılık ulan çıdap taqvadarlik qilsanglar yoki saqlansanglar muxolafati amrillah Allohning amriga xilof qilishdan saqlansanglar fa inna zalika ashu haqiqatan min azmil umur keskin buyurilgan ishlardir fa inna sabra va taqva min azmil umur sabr bilan taqvadarlik taqlab buyurilgan ishlardir demoqchi ay min ma'zumatil umur azm degan mishada bima'na al maf'ul ma'zum degan ma'noda azama degan keskin buyurdi degan ma'no azamtu alayka kaza va kaza Azamtu degani belg'ildim qara qildim min ma'zumatil umur keskin buyurilgan ishlarning jumlasidan degan ma'no ay mimma yajibul azm alayhi min al umur ya'ni demak yo'g'ini ma tafsirda keskin qara qilish bel bog'lash kerak bo'lgan ishlar bu yoki Alloh taolo keskin qara chiqarib bandalarni bunda qilishni buyurgan eshitsin خوتب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد. Müslümanlığa muşu söz değildir. Neymiş öyleyse? Üzlerine bundan kim düşer bulduğun, beşikildiğin şiddetlik aşında ehvallığa tayarlaşın ve onunla sabır kılışın. Hatta izâ laqavha ve hum musta'iddûne ahire, anda tayarat ahir bula aşı işki düşkegen çağda tayya halatda, yani ideyacatın tayarlıqı halatda andın düşkəsin. La yerhaquhum ma yerhaqu men tusibu şiddet baghtatan. Bira bala, bira dehşet kavlaq, üstün tutbeşi kep qaldığa adamdak beyram bulab ketmesin. Fenkiruha, bunda üstün tutkep qılıq xavri yo'q. Bunda olsa özünü tutanmayandın, zərbinin ağırlığından o çağda onu tinib turaldığa yoki başqa bir şataq ahval bulab qaldığa. Ve teşmeyzu minha nefsu. Onun da yergine nefretinin qaldığa ahvallı bulab qaldığa. Ve id akhadallahu mithaqallazina utul kitab. Allah Taala kitap berilganlardan ahdi ağan şu çağda eslanlar etdi. Vaqta akhdillahi mithaqa ahli kitab. Allah Taala ahli kitapdan ahdi ağan çağını la tubayyinunnahu linnas. Nimde ahdi apken çoqum zade uni bu demiş uni xaloyiqqa bayon qilishlar. Uni yo'shimaysizlar. Shu bu hozir damir nimaganido ma'lumasi. Kitob qilishi mumkin. Yoki Rasulullohninki xabarlari bo'lishi mumkin. Buningki bunda payg'ambar keldi degan Rasulullohning sifatlari bo'lishi mumkin. Ashuni tanmaysizlar, bayon qilib tursizlar deb ahdi olgan degan. Kishilarni yo'shimaysizlar demoqchi. Bitta'i ala hikoyat muxotabatihim ka qawlihi va qadayna ala bani Isroila fil kitabi la tufsidunna la tubayyinunnahu va la taktumunahu. Tubayyin va lam taktum ikkisi ta'bilan qiraat qilindi shunda. Bizning qiraatimizdek. Bu ashularning shu chaqda shularga deyilgan so'zni
aynan hikoya qilib akirishdan iborat dedi. Yani Allah Teala kitap berilganlardan sizlar oshuni bayon qilasizlar, yushmaysizlar, jumamisizlar deb ahd oldi degan ma'no. Va qadayna ila bani Isroil fil kitab la tufsidunna. Bani Isroil shu kitobda, shu berilgan kitobda sizlar ziminda chiqatib buni buzg'unchilik qilasizlar deb hukm qilgan to'q deganda. Yani kitapta aynen kelgan bo'yicha la tufsidunna deb hikoyati hal. Yani va billahi Makki va Abu Amr mana. Makki qarilarimiz Ibn Kathir degandek, Makki qarilari yana Abu Amr va Abu Bakr bular ya bilan qiraat qildi. La yubayyinunnahu va la yaktumunahu deb. Li'annahum g'uyabun. Çünkü ular hozir niyat oldimiz yo'q-ku. O'tib ketgan ahvol bo'lgankin, hozir oldimiz bo'lmagankin g'oyat shaklda uchinchi shaxs dedi. Va damiru lil kitab la tubayyinunnahu tatumunahu deganku hu ishada kitoblar edi. Yani Tevrat, İncil ne demekçe? Lekin Rasulullohning so'zlari ham bo'lishi mumkin. Akkada alayhim ijabe bayanil kitabi ve istinabi kitmanihi. Ularning kitobni bayon qilish va yushumaslikni taxmin ta'kidlab qo'ydi. Qanabadu wara adurin. Ashunda ahdagan turug'liq ular ash ahdini aqli cho'rotishdi. Tanabadul mithaq va ta'kidihi alayhim. Yani ularning ilgan ahdini va ular qattiq tapılashni cho'ritdi. Yani amal qilmadi demakchi. Ay lam yura'u, yani unga parvo qilmadi va lam yaltafitu ilayhi, unga qarab qo'ymadi. Va nabdu wara'a az-zahri aqli cho'ritish deymiz. Masalun fit tarh. Masal mishad isti'ara demakchi. Va tarkil i'tidal, uni hisob qilmaslik, e'tibor bermaslik, cho'ritishdan isti'arador deydi. وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه. Bu ulamolarning aşkıtın xaloyiqqa haqni bayon qilishi vojiblikka va o'zi bilgan narsani boshqalarga yushmaslikning vojibligiga dalildir. Valla yakunu min shay'in, hech nimani yushirolmaslikka, lig'aradin ta'sir, har turli buzuq maqsadlar uchun yushirsa bo'lmaydi. Bayan qilish kerak degan dalil bo'ldi. Min tashilin aladana. Bu fasid maqsadlar, g'arazlar nima? Zolimlar qulaylashtirish berish. Hokim bir ishni qilmoqchi bo'lsa, asta unga undan fatvodimizni tayyorlab, oyat hadisni asta egib unga ishni qulaylashtirish, shariatga uyg'un ish deb qilsa, bu tashil aladana bo'ldi. Va tatib li nufusin, ularning ko'nglini xotirjam qiladigan bizni to'g'ri chiqdi, shariatda bakan deb bunda hali shariat bilan ta'malluq qiladigan shu bo'lmaydi demoqchi. Aw li jarri manfaatin, yoki bir manfaat, amanda mansabda illamiki yoki bundan mukofotatlarmi kirganda. Aw daf'a adiyya, yoki nima azavamay qalamiki dedi, hokim bo'lsin, boshqa turli odamlar bo'lsin. Shularning aziyatidan saqlanish uchun unda fatvo chiqardiganda ahvol bo'ladi. Aw li buxlin bil ilm, yoki ilmni boshqalarga o'tib qo'yishdan baxillik qilib, qisqalik qilib. Boshqalar bunda bilib ketadi buni deb o'rgatmay tursa bo'lmaydi. Va fil hadisi man katama ilman an ahlihi aljamahu Alloh bilijamin min nar. Hadisda kimki bir ilmni o'z ahlidan, ana shu o'rganganlardan deydi. Yuşusa Allah Teala onunğa kıyamet günü otdan yügen salıdı. Ya çürük salıdı. Ağzını saldıran esma vardır. Veşterav bihi temanan qalila. Aklı çörütep o ehli tutmay onunğa erzimez nesini almıştı diye. Erzimez pulu sattı. Veşterav bihi yani onun bedelini aldı diyendik man. Aslı şara diyen sattı diyen buldu, aldı diyen buldu. Bu nel addar. Karım karşı iş kılmanı bildiren söz. Yani bedelini aldı dediğimiz onu. Tamamen kalıyla. Bundan da adam yazı satkan olsa, ahdini azdan bu pulu satkan da gelir. Ahdi adı bir mal tavar şekilde bunu satkan da. Ba'a manistan. Ve ba'uhu bi tamamen kalilin. Arada yesira. Azgına mal dünya. Arad diyen yani tavar. Dünyanın erzimez mal mataları. Tabi'se ma yeşterun. Ula sitvagan nasa almaştuğan yani kulu ağan nasa nemi diyen yaman hadiydi. والخطاب فيه لا تحسبن لرسول الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لذلك لا تحسبن bu Resulullah خطاب olsun ياكل لكل أحد شأن دولة قماري أما دم خطاب له واحد المفعولين أن حسبنا إشك مفعول والده برسي الذين يفرحون إشكنجي مفعولة بمفازة. وقوله لا تحسبنهم تأكيد تقديره ولا تحسبنهم فلا تحسبنهم فائزين. لا تحسبنهم تكرار تاكلش عبارة
qanday taqdir qilib ma'noga o'xshaydi. La tahsabannahum fala tahsabannahum faizin. Chiqatdan takrorlab ta'kidlab qo'ygandek. Chunki oyatda boshda la tahsabannallazina yafrahun dedi. Ondan oyog'ida ma'lum yafalu fala tahsabannahum deb ta'kidlab qo'ygan. Bima atav qilmishlari bilan, qilgan ishlari bilan dedi. Ya'ni bima atav hozir xuddi shu haqiqatni yushuganligi bilan xushal bo'lganlar biz qutulib qolamiz deb o'ylab qolmasin nima? Va huwa qiraatu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning qiraati shu ekan. Bima ataw deb, ha? Fa ata va jaa yusta'malani bima'na. Jaa va ata ikkisi birga. Jaa bihi deymiz-ku, da beshni qildi degan ma'noda. Bular ashullar qilgan ishlari bilan biz g'achidan deb qutulib qolamiz, buning jazosi tushirmaymiz deb unda xushallik qilmoqchiman dedi. Xuddi masalan innahu kana wa'duhu ma'tiya deganda yana laqad ji'ta shay'an fariya, yani atayta shay'an fariya degandek. Innahu wa'du ma'tiya, yani atiya degandek o'xshash ma'noda keldi. Ja'a bilan ata ma'nosi o'xshashmoqchi. Bu tafsiri Qur'on bo'ldi. وقرأ النخعي إبراهيم النخعي بما آتوا أي أعطوا ularga berilgan narsa bilan unda qutib qolmizda qo'shilib ketib qolmasin degan tariqada unda qiroat qildi. Yana Hazrat Ali radhiyallohu anhu bima utu deb qiroat qilgan. Va yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, yana unda qo'shilib qoldiganlar bizning qilgan ish bilan hech bunda bo'lib oldik deb qo'shil bo'lib ketgan. Yana o'zi qilmagan ish bilan Mediyelenishni yaxshi ko'rdiganlar biz qutib qolamiz deb o'ylab qolmasin. Fala tahsabannahum bimafazatin min al-azab. Mafaza degan makon bo'lishi mumkin. Qutib qolgan o'rinda biz deb o'ylab qolmasin yoki bu masdar mimi bo'lishi mumkin. Ya'ni bi ma'nal fawz. Ya'ni biz qutib ketamiz deb o'ylab qolmasin azobdan. Bimanjatin minhum wa lahum azabun alim. Ya'ni ularga alamlik azab bardur. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه. هذا الشيء رسول الله يهودlardan bir narsani so'rgan. Sizning kitobingizda mandami? Tavratda bor narsadan birini so'radi. Shuna ular haqni yo'shirib boshqacha bir gapni qilib, xuddi Rasulullohni gullab qo'yganda qilgan. Va arahu annahum qad sadaquhu. Rasululloh xuddi rost gapni qilgandek o'zini ko'rsatdi bular. Rost gap qilayotgan shaklda gap qilib, lekin boshqa bir gapni qilib gullab qo'ygan bo'ldi. Vastahmadu ilayhi. Ondan Rasulullohning bu Yahudilarning biznasini so'sam rost gapni qildi yaxshi deb, bunda bizni maqtab qo'yamiki deb o'ylabdi. Rasulullohni gullab yolg'on gap qilib. Endi xuddi rost gap qilganda shunda samimiy gap qilganda ko'rinib Rasululloh gullandi deb o'ylab qolgan ekan. Biz rost gapni qilganda ko'ringan ekan Rasululloh bizga yaxshi ba'rib maqtaydigan bo'ldi deb o'ylab qoldi. Va farihu bima fa'alu min tadlisin. Ajab gullabdi, ajab qo'yibdi deb qo'shilib ketdi. Tuymay qoldi. Shundan boplabdi debdi. Fa atla Allohu rasulahu ala zalik. Shuna Alloh taolo payg'ambarga shu haqiqatni bildirdi. Payg'ambar g'aybni bilmagan ekan, Alloh taolo bildirdi. Ya'ni bular yolg'onchilik qilib boshqa gapni qilib qo'ydi, amaliyotda mandat edi. Va salahu bima anzala min wa'idihim. Endi ularga qattiq jazo berganligini degan shu oyat orqali Rasululloh tasliya berdi. Akomami yarim qimma bo'lasini go'llidi deb o'ylab qoldi. Bu da. Ay la tahsabanna al-yahuda alladhina yafrahuna bima fa'alu min tadlisihim alay. Seni go'llidi degan qilmishlari bilan xushal ketgan yahudilarni menda o'ylab qolma. Va yuhibbuna an tahmidahum bima lam yafalu. Ular rasullik qilmaganda, rasullik qilmagan, samimiy bo'lmagan ishidan maqtanmoqchi bo'ldi. Ular rasul bo'lmagan bo'lsa-mi, sening ularni bir maqtab yaxshi berishingni ko'zladi bular. Ashunda qilganlarni sen unda qutib qoladi deb o'ylab qolma. Min ikhbarika bis-sidqi amma sa'altahum anhu. Sen ulardan so'rgan ishda rasullik bilan sana haqiqiy gapni deb berishdan iborat. Ular qilmagan ishmi shu? Rost gapni qilmagan. Mushu qilmagan ishi orqali maqtanimiz deb o'ylab qoldi dedi. Bularni la tahsabannahum najina min al-azab. Bunda qilganlarni azobdan qutulib qoladi deb o'ylab qolma. Demak bu Rasululloh tasalli. Shuni adibini men birman demoqchi. Va qila humul munafiquna, yana bir tafsirda yo'q bu yahudilar emas, bu munofiqlikda debdi. G'azabga chiqmay arqil o'zrini qilib Madinada qolib qolib, shunlardan xuddi Rasululloh buni o'zrisi qilib qopti, o'zrisi bo'lsa chiqdi bu yaxshilanti debda.
Rasulullah yani maqtaydi, yaxshi gapini qildi deb o'ylab qolgan. Umul munafiqun yafrahuna bima ataw min izhar al-iman lil muslimin. Musulmonlarga bizim musulmon daqında islomni izhor qilib, qilgan ishlari bilan xushalik ketdi. Va tavassulan bidalga ila ag'radim. Shunlar ay munofiq bilan o'zining maqsadlariga yetganligidan xushalik ajab bo'lyapti bo'lna. Bizning munofiqligimizni unda jaliqimizni uqmay qoldi degan tarafida xushalik. Va yastahmiduna ilayhim bil iman alladhi lam yaf'aluhu ala al haqiqa. Ular haqiqatda bu iymon yo'q. Yo'q narsa bilan bizning mu'min deb maqsud deb manda maqtashni ko'zlaydi deydi. Va fi wa'idun liman ya'ti bi hasanatin فيفرح بها فرح إعجاب ويحب أن يحمده الناس بما ليس فيه. bunun da bir tehdit var demiş ayette. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا diyen şunda tehdit var. Kim üçünse bir yaxshi ishni qilib, ona xushalik ketib bundan. O'zgina ayette tamanna qo'yib, ajab munda muquldan-da. ويحب أن يحمده الناس بما ليس فيه. Amaliyotda u ish bo'lmasa-mu, ayında badak ko'rinib başqalarını aslında qanoatlantirib, başqalarının maqtashiga sazovor bo'lganlarga qarata tahdid var. Ve amaliyotda bu as fazilat bo'lgani yo'q. Lekin başqalar shu fazilat badak anda ko'ringan ishni qilib, kim başqalarning fazilatini o'ylab qolsa, shundan xursand buna bizga manda degan odamlarga nisbatan tahdid var. Demak bu hozir ulam azabun alim deb qattiq va'da qildi Alloh taolo. Bu xatarlik ahvol. Valillahi mulku samawati val ard. Yani bu ilgirki şu o'tgan mazmunlarni tahmo ta'kidlab muayyanlashtirishni iborat. Yani Alloh taolo xoliqini qiladiganligi, to'liq huquq Alloh taolo ekanligi, hech kim unga e'tiroz bildirmaydiganligini isbotladi. Fa yamliku amrahuma amr as-samawati wal ard va fihi takzibun liman qala inna Alloh faqir. Yani bir tarafdan ash yahudilarga raddiyan bu. Alloh taolo faqir degan ekan, valillahi mulku samawati wal ard. Alloh taolo boyligi manchilik deb Allah Teala'nın bay ekanligini isbotlab qo'yishga iborat. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Ashunda har turli gaplarni qilganlar, jinoyatni sodir qilganlarni azoblashga qodir demoqchi. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.